O'zgidromet bugungi, ya'ni 24-aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 25-27 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sel, suv toshqin yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja issiq bo'ladi. Ob-havoning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz.